pediatrman va yaqindagina buvi bo'ldim. Chaqalog'imni uyga olib kelishim bilanoq men ushbu 3 ta narsani qildim va buni sizga ham tavsiya qilaman. Birinchisi, bu chaqalog'imdagi sariqlikni tekshirib oldim. Sariqligi anchagina ekan. Kechiktirmagan holatda mutaxassislarga murojaat etdim va fotolampalarni uyimga olib keldim. Chaqaloqlarda uchraydigan sariqlikni oldini olish uning asoratlari bilan kurashdan ko'ra ancha yengilroq. Ikkinchisi, bu chaqalog'imning tana vaznini o'lchadim. Ko'pchilik o'ylaydi, agar chaqaloq uzoq tiniqib uxlayotgan bo'lsa, demak qorni to'q, shuning uchun uxlayapti deb o'ylaydi. Aslida chaqaloqlarning tana vazni 6% dan 10% gacha tushishi bu norma hisoblanadi. Lekin chaqaloq ko'p miqdorda tana vazni yo'qotsa, u yig'lash o'rniga ochlik uyqusiga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun hushyor bo'ling, chaqaloq vaznini o'lchab turing. Uchinchi qilgan ishim, chaqalog'im xonasiga havoni tozalovchi va namlantiruvchi asbob o'rnatdim. Zero chaqaloqning xonasidagi namlik va tozalik uning sog'lom o'sishining birinchi garovidir. Unutmang, bola parvarishi chaqaloq tug'ilishining birinchi kunidanoq to'g'ri amalga oshirilishi kerak. Ushbu videoni yaqinda ona bo'lgan va onalikka tayyorgarlik ko'rayotgan barcha yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz. Farzand salomatligiga aloqador bo'lgan to'g'ri ma'lumotlarni bilish uchun esa sahifamga obuna bo'lishni unutmang.